Bachasini rizqiydi, qizini rizqiydi. Shavqa, bugun qishloqda kimnikiga o'g'irlikka tushsak ekan-a? O'la ertalab borroq-ku zavqa. Shu ertalabdan ishni boshlasak baraka bo'ladi-da. Biza o'g'ri-ku, bizaga baraka yo'q, deyona. Najmuston o'g'li Rossiyadan kelibdimi? Hammaga shkalatok kelganman, yetadi. Dada, rossiyaga rag'sinni. Voy! Dada? Dada dema meni. Buncha qalin kiyinib kelgansiz. Shamollamay debsiz-da. Yo'q, aeroportga bordim, bagajim o'g'ir chiqdi. Ustimga kiyib olamlishni pul bermay deb xotin. Ha, tushunarli ketdik. Qazil yosh qilib qo'yganman. Xotin qo'rin to'q, ko'z och, ko'z. Issiqqina suvni qo'y. Buning 10 yil Rossiyada yurib pulni sipirib kelgan. Bu kecha shunikiga o'g'irlikka tushamiz. Yo'q, bu kechamiz ertaga tushaylik. Nimaga? 10 yil deganda Rossiyadan kelyapti. Nima qildi? Abbo, pastga tushuntiraman. Menga qara, seni uyingda payshanba bormi? Ha? Bu bechora 10 yildan beri payshanbani ko'rmagan. Ha, bo'ldi, erta kechqurun bunikiga o'g'irlikka tushamiz. To'sa sakrab, ozod. Chida, jo'ra, chida. Buni xotini qani? Kecha kechqurun balachaga tushdi. Kecha yaxshi kelmabdi. Zavqa isib ketdi, bular uyda gaz bor ekan. Yomon terlayapti odam. Rossiyadan kelgan-ku. Qani nima o'zga? Хозяин, зарплата дайте. Shuda gapiryapti, shuda. Sekin. Qara, qaysi muzika? Anjalilar keldi. To'g'ri, Qara, bu qaysi muzika? To'g'ri. Endi buni top. Qoroya bodonmashgani ekaniga to'mash. Deyora, bu muzika emas, bu boshqa narsa. Nima qiladi? Algarka. Bu o'tiril. Buning Rossiyadan polni temir tersak yig'ib kelgan. Barishdan ishlab kelmagan. Teshik krasovkani joyiga qo'y qamalib ketamiz. Nimaga? O'g'irlik qilyapmiz-ku. Oktagonliga menga jang ber. Jang. Men kalamushman. Oktagonligadan jang so'ramagan bitta sen qolading. Alo, xotin. Qayerdasiz? Ishdami? Qachon kelasiz? Qamalmasam boraman. Men qizingiz bilan gaplashmoqchi. Asal qizim, shakar qizim. Nima bo'ladi? Rossiyskiy Alyonka shokolad o'raymi qizim? Brigadir, зарплата дайте. Buning birisi ishlamay kelgan Rossiyadan ketdi. Salkar o'tkazish qo'ydan beri zarplada daydi, oktagon liga deydi bu nima baloydi bu ki? O'rtoq tergovchi kecha kechqurun uyga o'g'ri tushgan. Mun qarang, qayerdan kirganini ham bilmayman. O'zi zo'rg'a Rossiyada ishlab kelgan pullarim borda. Shavqa, ichkariga kirishimiz kerak. Jinnimisan bizdan shubhalanadi, Zavqa. Shu shubhalanmaslik uchun ham hozir ichkariga kirib, jinnini yoqib bir narsadan so'rashimiz kerak. Da, ket. Qo'shni! Qo'shni! Siz bormi? O'rtoq tergovchi, men yo'tdim, qayerdan kirganini bilmayman. Qo'shni, uyingizga o'g'ri tushdimi? Siz qayerdan bildingiz? Qo'shnim yaqinda Rossiyadan keldi. Pul olib kelgan bo'lsa kerak, o'g'irlar tushgan-a, qo'shni, ha? Ha, pulim borligini qayerdan bildingiz? Bizdan Biz 7-sinfda maktabda zakotda chempion bo'lganmiz. Olimpiyaga biz umnitsa biz. Bo'pti, biz ketdik. Ishlar. To'xtanglar. Как раз bizga guvoh kerak edi.
guvoh bo'lasizlar. Как раз bizada gunoh, haqiqiy gunoh biza. Tentak gunoh demayapti akam, guvoh deyapti, guvoh. Ha, gunoh. Yop, aka ketmon ehtiyot bo'ling, yomon qiladi. Hamma joyda rasvos chiqib ketibdi-ku. Dokumentlaringiz joydan? Dokument? Mana boshliq patentim, registratsiya, migratsionka hammasi joyiga. O'zingizni bosing. Siz Rossiyada emassiz, O'zbekistondasiz. O'rganib qolaman boshliq. Nima o'g'irlanibdi, qani? Demak, o'g'irlarning ko'z o'ynagining bittasi tushib qolgan. Xuddi shunday. Qo'sh sumkangizda yana nimalar bor edi? O'rtoq tergovchi Rossiyadan olgan qimmat narsalarim sumkamga edi. Qo'shni, o'zingizni bossang, men og'iztiring qilay. Rahmat qo'shni. Alyonka shokoladi. Rossiyadan xuddi shunaqa shokolad olgan edim, sumkamga edi. Yana parotqillikka. Qo'shni, lekin podozrительно qilmang. Bu o'zimizda Toyota Altis qo'stavarda olganman. Bu o'zbekchasi Alyoncha bu. Mana. Da. Tushunarli. Yana nimalaringiz bor edi? Qimmat butikdan olgan $1000lik Gucci krossovkam bor edi. Yo'q, bitta teshik krossovkachasi $1000 bizda, bizda teshik turishgacha bor edi. Nech pul tursa? Xo'sh, pullaringizni o'g'irlamabdimi? Ana o to'poy o'g'irlab o'qi sumkamni kavlab hech narsa topamagan. Men o'yinni Rossiyaga ishlab o'pdim balanku. Pulni shkaf tepasiga qo'ydim. Pulimni topamagan. Pulingiz o'g'irlanmagan bo'lsa, delani yopsak bo'ladimi? Nimaga delani yopaykansiz? Nimaga? Pulingiz o'g'irlanmabdi-ku. Rossiyadan 1 kilo alyonka shokolad olib kelganman, bachalarim yesin deb. Nimaga delani yopaykansiz? Nimaga? Topib berasiz. Paskurt ekansiz. Bunday bo'lmaydi-ku. 1 kilo shokoladga akachalarni avora qilasiz. Ber paskurtga. Ber shokoladni. Ber. Bachasini rizqiydi, qizini rizqiydi. Akani ham avora qiling. Paskurda. Yuray, olma. Chiqtirmana onasini emas. Ketdik. Paskurda qilmang menga bo'lsa. Men sizdan buni kutmagandim. 1 kilo shokoladga ham shunday qiladimi? Uylaning, qo'shni, uylaning. Tentak uylaning emas, uyaling biladi. Uyaling, qo'shni. Aka sizga yarashmaydi. Uyat sizga 4 yil shu bitta shokoladni o'tishni o'qidingizmi aka? Qarang qancha jinoyatda bo'ladi. O'shalarni o'chmaydi. Qo'shni qishloqda qancha odamlar o'g'irlik qilyapti. Aka bo'ling sizga yarashmaydi. Odam podamas ekan, satqay odam keting. Alyonka shalkash, satqay Rossiyachi, pasikoda ekansiz bora. Odam podamas ekansiz. Kechqurun o'g'irlikka kiramiz. Pulni joyini bilib oldim. Men kirmayman, pistirma bo'lishi mumkin. Qaqoy pistirma? Bugun missiyani kompliment qilamiz. Jo'rajon, kompliment emas, mission completed bo'ladi. Qilamiz shu. Senga o'rgatib qolmadi o'zimda, lekin tergovchi yomon qildi. Yomon qildi. 4 yil o'qigansiz, mana vijdonni qiynadi. Ana o'qilning, ana gaping yomon chiqdi. Alyonka deding-ku. Syurpriz. Mana pul aka. Ko'rmaymanmi? Qo'shni ishloq o'tmabsiz, ovora bo'lib ketdingiz. Tushmaylik dedim. Zavqqa qamoqdan chiqsak kimnikiga o'g'irlikka tushamiz. Samarqandlik pochcham Amerikadan kelibdi, o'shanikiga boramiz. Meni sevishmasin. Xo'p.